Mana do'stlar, ishlashni boshladik. Asosda qarang, terish chiqamiz. Bizning ishimiz shunaqa. Teramiz, ilamiz, kraska qilamiz. Ana shunaqa charchamasdan harakat qilib boshladik. O'tirishdan nima foyda? Ishlaymiz ham yo'q. Pul bor. O'yindan kelajakni quramiz. Qaranglar. Birga. Bizga o'xshab musofir bolalar nechtamiz Rossiyada? Aytinglar-chi. Bizga o'xshagan musofirlar nechtamiz Rossiyada? O'qishga kirib o'qishda ham davom ettira olmaymiz. Pul yetmaydi, grant to'lasak, grantga pul yetmaydi mana. Mana shu deb Rossiyaga kelib ishlaymiz-da keyin. Ota-onani ham boqish kerak, o'ylasham boqish kerak, bola chaqani boqish kerak, kiyim-kechak deydi mana qaranglar. Shu deb charchasak ham charchamasdan ona hammasi yaxshi deymizda ishni boshlaymiz. Birma-bir ketdi qaranglar. Mana shu deb shipillatib ishni boshlaymiz. Bizda harakat ana shunaqa do'stlar. Rossiyaga kelishni orzu qilganlar, mana shu deb ishlaysizlar. Karobka to'lib qoldi. Sherigimga karobkani ber dedim. Qo'ydim karobkani joyiga, yana boshladim ishni. Qaranglar, qaytib tez terib tashladim. Keyin sherigimga aytdim, "Seni ochrating, tergin" dedim. Mana shu deb changlarim odamni garam tashladi. Terib tugatolmay qoldim. Buni qaranglar. Dushanbadan shanbagacha ishlaymiz, ishni to'xtatolmaymiz. Yana bozor kuni yana ishlaymiz. Bizda bezvyhodnoy ish. Ishlashni ko'rasizlar. Kiyimni kiyib oldik. Tayida kiyimlar chang bo'lmasin, kir bo'lmasin deb. Issiq qiladi bu. Sovuqdan saqlaydi, issiqdan saqlaydi, salqin tutadi.